Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi eshigimiz bitdi. Bu yiqqat usti aynola bo'ladi. Mana hozir ikkinchi qavati qalin listlardan qilingan, ichine steklo atlab qo'yilgan. Mana rama bu yoqda turibdi. Mana katelimiz ham bitdi, pashti. Ozgina ishlarga qapoqlarni qo'yib bersak, elarni kiruvchi, chiquvchi nelarni turbalarni qo'ysak bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa, xizmatdamiz. Aloqa chiqarasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi eshigimiz bitdi. Bu yiqqat usti aynola bo'ladi. Mana hozir ikkinchi qavati qalin listlardan qilingan, ichine steklo atlab qo'yilgan. Mana rama bu yoqda turibdi. Mana katelimiz ham bitdi, pashti. Ozgina ishlarga qapoqlarni qo'yib bersak, elarni kiruvchi, chiquvchi nelarni turbalarni qo'ysak bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa, xizmatdamiz. Aloqa chiqarasizlar.